İnsanlar, hatto dunyodagi barliq jonlilarda o'limga nisbatan bir xil tug'ma qo'rqinish mavjud. Hayotlik uchun kurash qilish insonlar va boshqa jonlilardagi qobiliyat. Lekin o'lim hammaning oxirlashganligidan darak berdi. Undaqda insonlar o'lishdan burun zodi qanday holati bo'ldi? Odam o'zining o'lib ketayotganini his qila olamdi. Odam o'lishdan burun qanday bir xil hissiyati bo'ldi? Nimani his qila oladi? Bu fan texnikada munosabatli tadqiqot olib berish nihoyat tez bo'lgan masala. Bilishingiz kerakki, odam o'lgandan keyin faqat bir tal quruq gavdasi qolib qoldi. Lekin ba'zi o'lim girdobdan qutuldirib olingan ham sakaratga tushgan kechirmish bor kishilar bizning o'limdan vaqtini yetishimizga yordam bo'lishi mumkin. Amerikalik da'liq psixolog Raymond Moody doktor 150 nafar o'lim girdobidagi odamlarni tadqiq qilish orqali bir qiziqarli hodisani bayqagan. Ko'plagan sakaratga tushgan kishilarning tasvirlashiga asoslanganda dunyodan ayrilish oldidagi shu vaqtda ular o'zining bir umrini bo'libmi hayotida yuz bergan cho'ng ishlarni eslab chiqilgan. Masalan, muhabbat, nikoh, ota-ona, farzand qatorliqlar. Yana ba'zilarining aytishicha, ular badanning bo'shliqda laylayotganligini his qilgan hamda ko'zni chaqtiradigan yorug' nurlarni ko'rganligini aytgan. Lekin bizning yanala odam o'lgandan keyin zodi nemish yuz berishini hukm qilishga yetarli isbotimiz yo'q. Chunki o'lim girdobida turish bilan o'lim o'tirsida boshdan oxir mohiyat xarakterlik farq mavjud. Bir turli tadqiqotning ko'rsatishicha, hozir bo'lmagan sakaratga tushib qoluvchilar uxlash oldida tez suratda ko'zni midirladi ekan. Odatda bu vaqtda tush olti paydo bo'ldi ekan. Amlar mushning asosan sakaratga tushib qolish balkim cho'ng miyani g'oyat zo'r besim ostida keltirib chiqargan tush bosqichi ekanligini faraz qilgan. Sakaratga tushib qoluvchilarning bu tushlarni esda qoldirishi ularning nihoyat g'alati tuyg'u bo'lishini keltirib chiqargan. Odam o'lishdan burun badanda munosib ogohlantirish paydo bo'ldi. Kalı sagak odam balkim o'zining oxirgi bosqichga yetib kelganini his qila olishi mumkin. Undan keyin odam hushsiz holatga tushib qoldi. Endi bara-bara sezimini yo'qotdi. Oxirida miya elektr to'lqin harakati biroq to'xtaydi. O'lim yetib keladi, lekin o'lim butunlay yo'qolishdanmi darak bermaydi. Chunki odamni tashkil qiladigan har xil atomlar tarqalib ketmaydi. Chunki atom yo'qolmaydi. Ular yana tabiatga qaytadi. Bularning ichidagi ba'zilari balkim boshqa hayotliklarning bir qismiga aylanishi mumkin. Namlik ashur qonuniyatiga asoslanganda har qanday shayning hammasi o'limni qochib qutulmaydi. O'lim bo'lsa, barliq jonliqlar qochib qutulmaydigan oqibat. Qadimdan hozirgacha nurg'un odamlar o'lmaslikning maqsadini tepishga urinib boqqan, lekin o'lim oldida har qanday odam mutlaq barobar. Gerçi biz yüzlanishni xohlamasakmi, lekin u baribir yetib keladi. İnsanlarning hayot musofasi faqat qisqagina necha 10 yil. Olam nuqtasidan qaraganimizda buning hech qanday ahamiyati yo'q. Lekin ota-onamiz, amroyimiz, bolamizga nisbatan sizdal ularning borligi. To'g'ri, insonlar haqiqatan arzimas, lekin bizda hissiyot bor. İnsanlarning ulug'ligi o'xshashligini biz hissiyotga ega.